Tog'a, ukam, adamni uylantirmoqchiman. Oldinglardan o'tib qo'yaman. Har xil gap so'zlar qilmanglar. Jiyan to'g'ri o'ylabsan. Endi opam tirilib kelmasa baro. Mahallada bitta juvon bor edi. O'zim gaplashaman, sovchilikka o'zim boraman. Aka, tog'a nima deyapsizlar? Tog'a siz bir ma'nili aytsan, bir bema'ni gaplar chiqyapti sizdan. U cho'rchakagini kichkina bo'lib turib nima deb gapiryapsan? Yotibsan-da anta xotining bilan achom qilib kech payt. Anta adam bitta o'zlari yotarlar. Sarazgina o'ylasang bo'lmaydimi? Issiq sovuqdan kim xabar oladi? Tog'a siz ham gapiring. Hal qilamiz bo'ldi. Amin, to'y bo'lsin. Allohu akbar. Pochcha endi yolg'izlik bir yaratganga xos. Sizga maslahatlashmay bir ish boshlab qo'ydik o'g'lingiz bilan. Shunaqa, ada, xullas bunaqa so'qqa bosh bo'lib yuravermaysiz. Onam o'tgan akalarga ancha bo'ldi. Sizni uylantirmoqchimiz qisqasi. O'zim bilaman. Qanaqa qilib qo'ydingmi? Bilmadim. Voy, adasi. Qarang, adajonni qarang, turing, qarang kelayotganlarini. Ko'r. Mana bolalarim tanishadi, yangi oila bo'ladi. Yangi oila dedilarmi? Pochcha, ichidan pishgan pismo ekanlar-yu. Adam fukuslarini qara. Manikidan yaxshi ekan-a? Bo'pti, yur.